Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bugun oyijonimizni sevimli qizlari kelar ekanlar. Tansiq taomlar qilinglar, xamirli ovqat bo'lsin dedilar. Xuddiki birinchi marta keladigandek. Mayli, voy, xamirli ovqat ham ish bo'ptimi? Bir pasda qilib tashlaymiz-da. Yo'q, endi erimas ekanda. 15 kunda bir kelsa ham yetardi. Mana biz uyimizga borib kelamiz deb tiqirlik qilayotganimiz yo'q-ku. Endi bularda oqibatlari kuchli, bir-birini ko'rib turishmasachi, bir pasda sog'inib qolishadi. Undan keyin oyijonim har doim shunaqa deb ta'kidlaydilar. Bilaman. Hamma gap oyijonning o'zida. Bolalarni juda erkalatib yuborganlar. Aslini olgandachi, oqibatli bo'lishgani ham yaxshi. Oqibatni ko'pi ham ko'p. Ko'z tegib qolishi mumkin. Soat nechida kelishlarini aytmadilarmi? Kecha yaqin kelar ekanlar. Bolalarini yetaklab kelib o'zlarini ko'z-ko'z qilib ketar ekanlar. Noto'g'ri tushunibsiz-da, o'sin. Sizni farzandingiz yo'qligini eslatib ketishyapti. Tushunmayapsizmi? Aniqrog'i garizga tusayotgan. Bilmadim. Lekin men ahamiyat bermayman. Xudoni o'zi qachon lozim topsa, o'shanda farzandni ham berar. Bir ham soddasiz-ey. Ha, mayli. Oyijon ko'rib, ikkita o'zini aytganimni qilmasdan g'iybatlashib o'tiribdi demasizlar. Men mehmonxonaga qarayman. Siz ovqat boshlab turasiz.